arzonchiroq mashina so'rayotgan akalarimiz uchun boshlang'ich to'lovi $350 bilan Matiz keldi. 2009-yil mashinani yili. Mashinani oyma-oy to'lovi $150 dan qilib beraman. Mana Mametada bitta ikkita pachog'i bor. Keyin dugali bu mashinamizni. Mana bu joyida ozgina mana bunaqa pachoq joyi bor. Shularni kraskalatib olish kerak. Balonlari o'rta holatda mashinamizning. Gazi bor mashinani. Keyin zavod bo'lishlari hamma narsasi yaxshi. Motordan moy oqayotgani uchun egalari to'xtata olmabdilar. Qanaqayamdir o'zingizlar yaxshi tushunadigan ustinglar bo'lsa, men qilishga vaqtim bo'lmadi. O'zingizlarning ustinglar bo'lsa, qildirib olishinglar mumkin. Lekin motorlari ishlashlari zo'r. Mana zavod bo'lishlari ham hamma narsasi yaxshi ishlab turibdi. Mana gazlari ham, manifoldlari ham bor. Hamma narsasi joy-joyida. Olib dastyor qilib ishlatib yursanglar bo'ladi mashinani. Okalar, boshlang'ich to'lov $350 gina, ko'p ham so'ramayapman. Oyma-oy to'lovni ham ko'p so'ramayapman. 20 oyga $150 dan qilib beraman. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol telefon qilaveringlar.